Hazreti Osman davridagi jamiyatning umumiy ahvoli. Hazreti Umar davriga nisbatan aytganda, Hazreti Osman davrida musulmon xalq texmi fazilatli bo'lib, kishilar bir-biri bilan ichakishib ketgan va o'zaro yordamlashish nihoyat keng yoygan edi. Albatta, Hazreti Osman xalifalikka tayinlangan kuni xalq birdilla o'zgarib ketmadi. Shundaq deb aytishga bo'ladiki, u Hazreti Umarga qaraganda xalqni bir oz erkiga qo'yib bergachga, xalq uningdan bakmu mamnun bo'lgan edi. Chunki xalq Hazreti Umarning qattiq qo'lliq bilan boshqarishidan bezor bo'lib turgan edi. Shunga xalq uning haddidan ziyoda mehribonligi va muloyim muomalasiga bo'lgan rozimanligini aniq ifodalashga boshlagan edi. Tarixchilar bu ikki davr orasidagi farqni ko'rsatib berishga va Hazreti Umar davrini texmi yoritib berishga tirishsa-mu, xalqning bu davrda yo'lga qo'yilgan qattiq boshqarishdan bezor bo'lganligini yoshirish mumkin emas. Hazreti Osmanni xalifalik maqomiga chiqargan kengash a'zolarining xalqqa nisbatan besimi yoki hech qanday yomon tarafi bo'lib boqmadi. Aksicha, Hazreti Osmanning xalifalikka tayinlishi nihoyat normal shaklda elib berildi. Hech kim bu ishga norozilik bildirmadi. Kengash a'zolariga kelsak, Abdurrahmonning o'z ixtiyorligi bilan nomzodlikdan chekinganligini ko'rib olaymiz. Zubayr va Saidmi boshqalarni nomzod ko'rsatdi. Hazrat Alidan boshqa hech kim qolmagan edi. Aslida boshdan oxirgacha uningmi xalifalikka hech qanday ko'zi yo'q edi. Shunga u Hazrat Osmonga ovoz bergan edi. Bu vaqtda Hazrat Umarning o'g'li Ubaydullohning Urmuzon, Jufayna va Abu Lu'lu'aning qizini o'ltirib etishi jamiyatda nihoyat cho'ng xulg'uli paydo qildi. Hazrat Umarga qilingan bu suiqasd Majusi, Yahudi va xristianlarning til biriktirib qilgan ishi edi. Bu suiqasdchilarning ba'zilari musulmonlarning orasiga so'qinib kirib olgan bo'lib, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatdi. Ba'zilari bo'lsa sirtda edi va ularning bu ishda qo'li bor edi. Bu ahvolda qotillarning jinoyat o'tkazish va ideologiyalik maqsad bilan musulmonlarning hayotiga qasd qilish sababi bilan o'limga hukm qilinishi va bu jazo faqat xalifa tomonidan ijro qilinishi kerak edi. Undaq bo'lmaganda bu xalifaning huquqiga daxli taruz qilganlik hisoblanadi va hukmatsizlikka, bosh-boshdoqlikqa yo'l ochadi. Shundaqla bu xohlagan odam har ishni o'z istiga bo'yicha qilish degan bilan barobar edi. Mana bu ishlarning hech biriga sal qarashga bo'lmaydi. Shunga Hazrat Umarning o'g'li Ubaydulloh o'tkazgan jinoyatining jazosini tortishi kerak edi. Ammo uning jazosini beradigan kishi yanala xalifa edi. Xalifa jinoyatni tekshirib, aniqlab bo'lguncha Ubaydulloh tutilib zindonga tashlangan edi. Hazrat Osman xalifalikka tayinlangandan keyin tunji bo'lib mana bu masalaga duch keldi. Uning bu jinoyatni o'tkazgan kishini cho'qim jazolashi va Ubaydullohni o'lim jazosiga hukm qilishi shart edi. Hazrat Ali va boshqa bir qancha sahobami shu fikrda edi. Boshqa sahobalarning qarashicha, Tunigulla napoq qo'llarda o'ldirilgan Hazrat Umarning o'g'lining bugun o'limga hukm qilinishi nihoyat qiyin bir masala edi. Uning ustiga bir musulmon yana bir musulmonning qinni to'kkan chaqdila ondan o'limga hukm qilinadi. Ammo xalq Urmuzonning musulmon ekanligidan shubhalanadi. Mush sabab bilan musulmonlarning bir qismi Hazrat Osmonga islom huquqiga ko'ra boshpanohi bo'lmagan bu yotlarga xalif sifati bilan boshpanoh bo'lib, davlat xazinasidan to'lab berishni. Ammo ularning o'zlari yoki boshpanohlari bo'lmaganligi uchun to'lamni yana xazinaga qaytarib berishni taklif qilsa, yana bir qismi bu to'lamni davlat xazinasidan emas, balki shaxs mulkidan to'lish kerakligini o'tirib qo'yadi. Ammo xalifa bu xil hiyla-mikrlik choralar bilan ishni bartaraf qilish orqali Allohning hukmidan birining ijro qilinmasligiga ko'z yumalmaydi. Shunga u jazoning ijro qilinishi uchun Ubaydullohni Urmuzonning o'g'li Kumazabonga topshirdi. Chunki Urmuzonning musulmon ekanligiga hukm chiqarilgan edi. Kumazabon bu ibratlik voqeani so'zlab mundoq deydi. Keyincha Madinaga kelib yerlashgan biz ajamlar bir-birimizni yo'qlab, o'z aramizda bardi keldi qilishib turatdik. Bir kuni Fayruz dadamni yo'qlab keldi. Fayruz Hazrat Umar namozga turganda suiqasd qilib o'ltirgan Ironlik majusi edi. Uning qo'lida ikki boshliq bir xanjar bor edi. Dadam xanjarni qo'liga elib,
bu mamlakatda buning bilan nima ish qilasan deb so'radi. Fayroz, hech ish qilmayman. O'zim mundaqli ko'tarib yuraman. Ko'nglimni avundirish uchun shu, dedi. Dadam xanjarni uning qaytirib berayotgan vaqtda biri ko'rib qopti. Ertasi Hazrat Umar qatl qilingandan keyin u odam berib bu xanjarni dadamning qo'lida ko'rganligini va xanjarni Fayruzga dadamning berganligini xabar qildi. Shuning bilan Ubaydulloh kelib dadamni o'ldirdi. Hazrat Osman xalifalikka tayinlangandan keyin meni chaqirib Ubaydullohni menga topshirdi va mundaq dedi: "Menga qara bolam, mana bu dadangning qotili. Sen dadang uchun uning o'zidanmi bakrak qimmatliksan. Bu odamni elib berib, o'lim jazosini ijro qilgin." Men Ubaydullohni elib mangdim. Madinadagi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan butun xalq atrofimizga to'plashib olgan edi. Ular mening uni kechirib o'tishim uchun yalvoradi. Men ularga, "Men bu odamni o'ltirsam bo'lamdi?" deb so'radim. Ular, "Albatta o'ltirsang bo'ladi", deyishdi va Ubaydullohga til ahonat yog'dirishga boshladi. Men yana, "Men uni o'ltirsam, meni to'sib uni qo'g'damsizlar?" deb so'radim. Ular, "Hargiz unda qilmaymiz", deyishdi va uningga to'xtamay ahonat yog'dirishdi. Shuning bilan men Alloh roziligi va ularning yuz xotirasi uchun Ubaydullohning gunohidan kechdim. Allohga qasam qilaman, xalq bu ishqa shundoq suyundiki, darhol meni mo'rillarga elib uyimgacha ko'tarib bordi. Mana mush tariqada haq egisi o'z roziligi bilan haqqidan voz kechdi va Ubaydullohni kechirdi. Uning to'limini Hazrat Osman o'z melidan chiqarib to'ladi. Qolgan ikkisining boshpanohi bo'lmag'achqa, Hazrat Osman ularga beriladigan to'lamni davlat xazinasiga topshirdi. Shunday qilib, masala tinchlik bilan hal qilinib, g'ulg'uli besiqdi va xalq yana burunqi kunlarga qaytib, bir-biri bilan yordamlashadigan axloq fazilatlik hayotini davomlashtirdi. Ammo afsuslanarligi bu mazgil uzunga davomlashmadi. Xalq asta-asta shariat chiziqidan chiqib, haddidan eshishga boshladi. Albatta, buning ma'lum sabablari bor edi. Bu sabablarning ba'zilari bevosita xalifaning o'zi bilan munosabatlik bo'lsa, ba'zilari o'zgargan dunyo va davlat sharoitlari bilan va ba'zilari yo'lga qo'yilgan siyosat bilan munosabatlik edi. Hammamizga ma'lumki, Hazrat Umar nihoyatda keskin, prinsipchan va o'z hukmronligidagi kishilarga qattiq qo'lliq bilan muomala qiladigan biri bo'lg'achqa, kishilar uningdan ayminatdi. Uningga hurmat ehtirom bildiratdi va hech kim uning amr farmonlariga qarshi chiqishga jur'at qila olmaydi. Ibn Javzi mundaq bir voqeani naql qiladi. Bir kuni Hazrat Umar Makka ga kelgan edi. Shahar xalqi uning oldiga kelib, "Ey Amirul Mu'minin, Abu Sufyan soyning ichiga to'saq qurg'ili turibdi. Bu yerga yig'ilgan yomg'ir suvi bizning uylarimizni vayron qilib o'tdi", deb shikoyat qildi. Shuning bilan Hazrat Umar qo'lidagi tayoqni tutgan peti Abu Sufyanning yoniga berib qarasa, haqiqatan Abu Sufyan toshlarni yig'ib kelib, bir to'sma yasagan ekan. Hazrat Umar uningga varqirgan talaffuzda, "Shu toshni elvat", dedi. Abu Sufyan toshni elvatdi. Hazrat Umar qolgan toshlarni ko'rsatib turib, yana shu talaffuzda, "Amdi mavini ol, avunimi elvat, avunimi", deb toshlarning hammasini olg'izvatdi. Ondan Kabaga qarab, shu Makkaning qoq o'ttirsida Umarning Abu Sufyonga amr qilishiga va uningmi e'tiroz bildirmay bu amrlarni o'rindashiga muyassar qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. U, "Ey Alloh, sen nima degan ulug'", deb bir tarafdan Allohga shukr etsa, yana bir tarafdan bir vaqtlarda Qurayshning lideri va Makkaning raisi Abu Sufyonning o'zidan naqadar aymanganligiga hayron qolgan edi. Tarixchi Tabarimu mundaq deydi: Hazrat Umar sirtdan elib kelingan g'animat molni xalqqa tarqitib berayotdi. Odam nihoyat ko'p edi. Bir vaqtda Said ibn Abu Waqqas ko'pchilikning o'ttirsini yerib, uning yeniga keldi. Hazrat Umar ochchig'ida qo'lidagi to'qmoq bilan uni urib turib, "Allohning dunyodagi hukmiga qarshi kelding. Sen bilib qo'yki, Allohning dunyodagi hukmronligimi sana qarshi turdi", dedi. Hazrat Osmonga kelsak, u nihoyat muloyim edi. Uning bu pozitsiyasi tufaylidan xo'riki o'sib ketgan xalqning g'alyoni borgan sari ko'paygili turdi. Ular oldi bilan xalifadan vazifa beshidagilarni elib tashlashni talab qildi. Hazrat Osmon
ularning talabiga binoan Kufa valisi Mughira ibn Shubani valiylikdan ilib, uning o'rniga Said ibn Abu Waqqasni tayinladi. Ondan unimi ilib tashlab, o'rniga Valid ibn Uqbani tayinladi. Undan keyin Said ibn Asni tayinladi. Ondan unimi ilib tashlab, Abu Musa Ash'ariyni tayinladi. Undan boshqa Abu Musa Ash'ariyni Basra valiyligidan ilib tashlab, o'rniga Abdullah ibn Amir ibn Qurayzni tayinladi. Amir ibn Asni Misr valiyligidan ilib, uning o'rniga Abdullah ibn Said ibn Abu Sarhni tayinladi. Hazreti Osman vazifa beshidagi kishilarga bakmi muloyimlik bilan muomala qilg'achqa, ba'zida ular Hazreti Osmanning amrlariga e'tiroz bildiradi. Hatto ba'zida uningga til tekkizishdan yanmaydi. Hazreti Umar bakmi qattiq qo'l, ammo Hazreti Osmanning ko'ngli bakmi yumshoq edi. Hazreti Umar o'z oilasiga nihoyat qattiq qo'l muomala qiladi. Xalqqa biror cheklama qo'yishga to'g'ri kelsa, oldi bilan o'z oilasiga mundoq deydi: "Menga quloq selinglar. Men xalqni mavi ishlardan chekladim. Sizlarmi aniq bilasizlar. Xuddi quzg'unning ko'zi tapti bo'lganidek, xalqning ko'zi hamisha sizlarda. Agar sizlar cheklangan ishni qilib qo'ysanglar, xalq sizlarni to'g'rab, gunoh o'tkazishga yuzlanadi. Shunga Allohga qasam qilamanki, oranglarda kim mening oldimga gunohkor sifatida elib kelinadigan bo'lsa, oilam yoki tuqqanim demay, boshqalarga qaraganda bir hassa ortiq jazolayman. Gapimni angladinglarmi? Undaq bo'lsa, xohlaganlar gunoh o'tkazsin, xohlaganlar ish harakatiga diqqat qilsin." Hazrati Osman bo'lsa, o'z oilasiga va yaqin atrofidagilarga bakmi yumshoq muomala qiladi. Aslida u barliq insonlarga shundoq muomala qiladi. Amaliyotda inson har zaman oldi bilan o'z yaqinlariga mehr-shafqat bilan muomala qilish kerak. Hazrati Osmanning marhamat tuyg'usi shu qadar kuchli ediki, islom davlati qurilgan tunji kuni u nurg'un mol-mulkini davlat xazinasiga atagan edi. Shundaqla musulmonlarning eng ig'ir kunlarida har doim shundoq qiladi. Hazrati Osman xalifalikka tayinlangandan keyin keng ko'lamda elib berilgan fatih harakatlari bilan birga mol boyliq va g'animatlar Madinaga qarab eqishga, davlatning iqtisodiy kuchlanishga boshladi. Hazrati Osmanmo yaqinlariga texmi ko'plab iltifot ko'rsatdi va qonunliq moldan ularga tarqitib berib, ularga yaqinlashdi. Ham ularni o'zlariga yaqinlashtirdi. Albatta, yaqinlariga va xish aqrabolarga yaxshi muomala qilib, ularga xayrixohlik qilish taqdirlashga tegishli ishdir. Ammo uning bu yumshoq muomalasi, mehr-shafqati ularning xuyini o'zgartdi. Amaliyotda u ba'zi yaqinlarni ishning huddisidan chiqalaydi va boshqarish qobiliyatiga ega deb vazifaga tayinlagachga, ko'rinishda Hazrati Osman o'z tuqqanlariga amal mansab turg'izgandek ko'rinadi. Ammo Hazrati Osmanning o'z xish aqrabolarga burundan tartibli yaxshi muomala qilib kelganligi hammaga ayon edi. Hazrati Umar xalifalikka tayinlangan vaqtda davlatning iqtisodiy ahvoli bakmi tuvan edi. Xalq bakmi yo'qsul bo'lg'achqa, hayoti oddiy sodda, turmushi g'o'rigil, topqiniga shukr qilib, topolmasa sabr qilib o'tadi. Shunga ular o'z rahbarlarining amr farmonlariga bakmi bo'ysunadi. Shuning bilan birga Hazrati Umar davrida musulmonlar islomga da'vat qilish ishini keng ko'lamda qanot yoydirish, ilohiy chaqiriqni insonlarga yetkazish maqsadida davomli turda fatih va jihad ishlari bilan mashg'ul bo'lgan edi. Bir jang maydonidan yana bir jang maydoniga yuguraydi. Davlatning chegarasi birdilla kengayib, davlat ichiga o'lja va g'animat eqib kirib, pul mol mujohidlarga va xalqqa tarqatilishga boshlashi bilan xalq qisqa muddat ichida beyib ketdi. Ham davlat xazinasining to'lib ketishi, ham Hazrati Osmanning saxiylik tufaylidan davlat xazinasiga berikib qolgan mol dunyo pat-pat xalqqa tarqatilib turadi. Hatto Hazrati Osman buning bilan qolmay, ba'zida o'zining shaxsiy milini tarqatib turadi. Mana bular shart-sharoit va muhitning asta-asta o'zgarishiga. Hazrati Umar bilan Hazrati Osman davrining orasidagi farqning cho'ng'ishiga, bu farqning Hazrati Osman davrining oxirgi mazgillari kelganda texmi cho'ng'ib ketishiga yo'l ochgan edi. Hazrati Umar va Hazrati Osman davrlarida elib berilgan fatih harakatlari musulmonlarni Alloh yo'lida jihad qilishga undaydi. Musulmonlarning bir qismi chegara yoki oldingi safga atlansa, yana bir qismi
bu strategik o'rinlarga yaqin shaharlashtirilgan yerlarga o'rnashadi. Uy yasab makon tutadi. Hatto ba'zilari uylik o'choqliq bo'ladi. Bularning hammasi payg'ambar alayhisolamning sahobalari emas, balki ko'pinchisi Tamim, Qinda, Quzoa, Kalib, Bahila, Abdul Qays va Bakr ibn Voil qabilalariga mansub ko'chman arablar bo'lib, fatih harakatlarida bularning roli nihoyat cho'ng edi. Ular islomga dastlabda iymon etgan kishilarga o'xshash muhim. Ular bilan teng darajada kuchlik, ahamiyat berishga, hatto bosh egishga tegishlik siyosiy kuch nazarida qaraladi. Boshda aytib o'tganimizdek, ular davomli turda fatih harakatlariga qatnashish jarayonida ma'lum darajada mol-mulk sohibiga aylanib qolgan edi. Shunga urush to'xtatilgan mezgillarda bu qabilalar bilan ap o'tish va ularni tartib intizom bilan boshqarish uchun nihoyat ko'p ovorchilik kelib chiqishi mumkin edi. Shuning bilan bir vaqtda Arab yarim orolidagi shaharlarning bo'libmi Madina Munavvarning nupusi bakmo azlab ketib, bularning o'rniga qullar va urush asirlari to'shib ketgan edi. Shunga bu yerlardagi burunqi intizom va ijtimoiy qurilma tangpunligi va moslashishchanlik buzilib, ibtidoiy va ko'chman insonlarning ideyasi bu yerlarga hokim bo'lib olgan edi. Undan boshqa sirtdan kelib bu shaharlarga yerlashgan insonlarning har xil din va madaniyatga ega bo'lishi tufaylidan bu yerlarda har xil abjad jamiyatlar o'ttirg'a chiqqan edi. Fatihlardan keyin bu yerlarga kelgan har xil irq va e'tiqodga tava insonlar shundoq bir jamiyatning paydo bo'lishiga sabab bo'ldiki, bu jamiyatni boshqarish yoki eng bo'lmaganda ba'zi kishilarga hukmronlik qilishmi favqulodda qiyinlashib ketdi. Kishilar bir-biriga farqli ko'zlar bilan qarashga boshladi va shu darajaga berib yetdiki, islom asli yo'l qo'ymaydigan musulmonlarning qabul qilishi qat'iy cheklangan farqli tabiqalar mana mush sharoit yaratgan ideviy muhitda o'ttirg'i chiqish oldida turadi. Mana bu bosqichga kelganda ko'rinishda musulmon, ammo niyati buzuq ba'zi guruhlar maydonga keldi. Bularning biri Ibn Savda ismi bilan tanilgan Sana Yahudillardan Abdullah ibn Saba edi. Yahudlarning qaysi mudda uchun xizmat qiladiganligi va o'z muddasiga yetish uchun inson aqliga kelmaydigan har qanday quvluq shumliqlardan foydalanganligi hammaga ayon haqiqatdir. Uning ustiga Yahudiylar islomga iymon etgandan keyin o'zlarining barliq musulmonlar bilan barobar muomalaga uchraydiganligini biladi. Chunki islom nizomida sinfiy farq yo'q bo'lib, faqat tunji davrlarda hammadan burun musulmon bo'lgan va Badr g'azotida qatnashgan cho'ng sahobalarla ba'zi imtiyozlardan mahrum bo'ladi xolos. Shundaqla bir kishi musulmon bo'lgandan keyin islom uning o'tmishining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar kechiraydi. Yomon niyatlik Yahudiylar mana bu imtiyozlardan foydalanib, har doim islomga buzg'unchilik qilishga urinadi. Bundan burun aytib o'tganimizdek, Hazrati Umar cho'ng sahobalarning o'ziga maslahat berishi va yordam qilish uchun ularning Madinaning sirtiga chiqishini cheklagan edi. Undan boshqa Hazrati Umar bu kishilarning markazdan yiroq mamlakatlarda dunyoga berilib ketishini to'sib qilish va yangi musulmon bo'lganlarning bularga qarab, qaranglar, payg'ambar alayhisolamning do'stlari mundaq qilishyotidi deyishning oldini olish uchunmi ularni yurt sirtiga chiqarmaydi va payg'ambar alayhisalom bilan qilgan jihad va islom uchun qilgan qimmatli xizmatlaringlarning ajrimi sizlar uchun yetib oshidi deydi. Afsunlarligi Hazrati Osmon xalifalikka tayinlangandan keyin ularning Madina sirtiga chiqishiga va xohlagan yerga berishiga ijozat berdi. Shuning bilan bu cho'ng sahobalar Madinadan bir-birlab chiqib boshqa shaharlarga ketishdi va mol-mulkka erishib uylik o'choqliq bo'lishdi. Masalan, Zubayr ibn Avvomning Basra, Kufa va Misrda birdan 3 uyi bor edi. Talha ibn Ubaydullohmi Kufada o'ziga bir uy silib olgan edi. Ular bu yerlardagi qura-joy va ekinzorliqlarni to'xtamay aylanib chiqatdi. Undan boshqa Abdurrahman ibn Avf, Zayd ibn Sabit va boshqalarmi Madinada o'zlariga qura-joy qilib oldi. Islom territoriyasiga yangi qitilgan shaharlarning yerli xalqlari mana mushu orqali sahobalar bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lib, ular bilan ichqo'yin toshqo'yin bo'la oladi. Hazrat Osmon davrida jamiyat mana mushundoq asta-asta o'zgarishga boshladi. Halbuki Hazrat Osmon o'zi hech o'zgarmagan. Nizomidan hech qanday narsani o'zgartmagan. Payg'ambar alayhisalom
va o'zidan burungi ikki xalifaning axloq mizonlaridan faqatla ayrilmagan edi. Hazrat Osman haqida g'ayvat shikoyat faqat uning o'z yaqinlariga ko'rsatgan mehribonligi, shundaqla qul asrlarning Madinaga to'lib ketish sababidan bo'lgan edi. Cho'ng sahobalarning Madina sirtiga chiqib ketishi yomon niyatli kishilarni va islom dushmanlarini jasoratlantirsa, xalqning yo'qsullikdan qutulishi, tilining uzrab ketishiga sababchi bo'lgan edi. Xalifa haqidagi yolg'on yovdoq so'zlarning paydo bo'lishi jamiyat va davlat intizomini